Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaloliddin Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Abdullah ibn Zubayr'deki hilafet devrini okuvatımız. Bugün Abdullah ibn Zubayr'ninki hayatının en ahırkı ders. Abdullah ibn Zubayr'ninki 9 yıl halif bulaş jarayanida muş devirde ölüp ketken en meşhurlardan tüvendeki bir kısım kişilerinki hayatı bilen tanışıp çıkmakçı. Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında ölüp ketken meşhurlardan Usayd ibn Zuhayr raziyallahu anhu. Bu Evs kabilesi boğan ensari sahab bulup bu kişinin dadısı Zuhayr mu? Özü sahabe. Bu adamın özü mü sahabe? Bu kişinin Abdullah ibn Zubayr'ın zamanında ölüp ketken digiciler buldu. Cümleden Jaloliddin Suyuti. Lekin bir kısım kişiler yak Abdülmelik ibn Mervan'ın zamanında depti. Belki bu ihtilaf şekli buluşu mümkün. Çünkü Abdullah ibn Zubayr'ın zamanısını mı Abdülmelik ibn Mervan'ın zamanısı dep qaragan. Çünkü ikili halife tanglan bir vaqtda mevcut bolğaçqa. Bu Usayd ibn Zuhayr öz kichik sahabalardan boladı. Mesela Uhud günü çünkü Peygamberimiz bunu uğraşqa almagan, hiç kichikdi. Onundan başka meşhurlardan Abdullah ibn Amr ibn As. Büyük sahabe Amr ibn As'ın oğlu Abdullah mı? Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanı söyleyip ketken. Bu meşhur sahabe Amr ibn As'ınki en çoğun balısı boladı. Bu kişi Hicriyaniki 7. yılı dadısı burun Müslüman bolgan. Dadısı bundan kiyerek Müslüman bolgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki huzurlara katnaşkan Resulullah'ın ait anlık sahabe bolgan onun üstüge. Bu kişi sahabelarning içinde naayetde bek alim kişi hesaplandı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nurgun hadislerini bu adam bizge ümmetga kaldırıp ketken yadlap. Bu kişi şu devirniki naayet okumuşluklardan şu vaqtida şu Suriyanninki Saryani tilini Rimninki Saryani tilini naayet yaxshi biladigan adam ekan. Çünkü dadısı naayet şu diyarlığa jiq sod üçün bağan belki şu medeniyetninki ta'sirini qabul qilgan bo'lishi mumkin. Bu kişi dadısı bilan naayet birga tang urushlarga qatnashgan bo'lib, Yarmouk urushi ay dadısınınki qo'mondonligida bir qism etretninki bayrog'ini bu adam tutib mangan. Misrning ishg'oliyat tarkibiga qatnashgan. Misrda dadısı yo'q vaqtida dadısının o'rniga vakolatda Misrni boshqarib turgan. Bu kişi şu Afrika, mesela Libya deymiz, Tunis, Misr, Şam, muş ziminniki asasen işgaliyet hareketlerinin her kandıqda bu adam birgi ba. Onundan başka bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet kılan sahabalarının içinde en köp hadis rivayet kılan. Mingdan artıq hadisler rivayet kılan sahabalar katırda sanıldı. Onundan başka uzun ömür görgen bu kişi Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında Esqalanda ölüp ketken. Esqalan degan hozirgi İsrailiyaninki qo'lasidagi bir zemin. Onundan başka bu davrda ölüp ketken büyüklerden Nu'man ibn Beşir raziyallahu anhu. Bu kişi Ensarilardan Hazraj kabilesinden bulup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sahabeler qatarida. Onun üstüge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret qilib kelgandan keyin Ensarlar içinde tunca tug'ilgan buvaq bu. Demek Peygamberimiz Medine'ye kelgan vaqt tug'ilgan. Peygamberimiz ölüp ketgan vaqtida undaqda 10 yoshda degan gapda. Bu kişi tug'ilgan vaqtda Peygamberimizning huzuriga onasi kelgan. Peygamberimiz duo qilib, "Esli yaşaydı, şehit öldü, cennet girdi" deb duo qilgan. Bu kişi Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında Abdullah ibn Zubayr'ga bayat qilganlik uchun öldürülgen. Demek şu Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında 65. yılda öldürülgen bo'ldi hamda. Ondan başka büyüklerden Süleyman ibn Surat degan sahabe. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki qulida Medine'de Müslüman bo'lgan. Özü Medine'lik emas. Özü Huza kabilesinden. Peygamberimizdeki huzurda Müslüman bulup ahir mezgilde Ali raziyallahu anhu'niki bütün hayatıda Ali raziyallahu anhu'ga hemra bo'lgan büyük sahabelarniki biri. Bu büyük mu Ubaydullah ibn Ziyad ve Abdullah ibn Zubayr'ninki qo'shin ichida Ubaydullah ibn Ziyad bilan bo'lgan qarshi urushda Hijriyan 65. yil o'ldirilib, bu adamning kallasi Marwan ibn Hakamniki huzuriga keltirilgan. Demek bu kişi Ali raziyallahu anhu'ga bo'lsin, Abdullah ibn Zubayr'ga bo'lsin, nayt haqiqatparvar, adolatparvar kişi. Jabir ibn Samura bu büyük mü Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında ölüp ketken büyüklerden bulup bu kişi ahirki mezgilleri şu Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında Kufa'da ölüp ketken. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den köp hadis rivayet kılgan sahabe. Bulup mesela Kaysar ölüsü Kaysar yok, Kisra ölüsü Kisra yok degan hadis. Muş kişininki rivayet kılgan hadisi. Zeyd ibn Arqam bu büyük mü Peygamberimizdeki sahabelerden
Uhud günü Peygamberimiz bilan urush qatnashman deb kelsa, Peygamber sallallohu alayhi vasallam qaytarib etgan. Işingiz kichikkan, bu urushga hozir siz qatnashsangiz bo'lmaydi deb. Bu kishi bundan keyin Peygamberimizning hayotida 17 urushga Rasululloh bilan birga muloqotda uchrashib, shu urushni birga elib borgan. Bu kishi ma'lum bir urushda Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan munofiqningki bir degan gapini Peygamberimizning qishig'i bishorat ilib borgan vaqtida yetkazib, Rasulullohning bo'lgan sevgisi, muhabbati tufaylidan bir qism cho'nglar bu odamni kichik ko'rib, unda demagandi deb Abdullah ibn Ubay taraf bo'lgan. Chunki Abdullah ibn Ubay o'zini nopozliq shu vaqtdagi Madinada boy, masalan, sharoiti yaxshi, ijtimoiy o'rni yuqori kishi. Lekin Alloh taolo Zayd ibn Arqam hech kichik bo'lsa-mu, Alloh taolo vahiy tushirib bu kishiningki, bu bolaning shu paytida adolat, haq tarafda ekanligini bayon qilgan. Demak, Allohning qo'llashiga vahiy orqali erishgan ulug' sahoba demak bu. Abdullah ibn Zubayrning zamonida o'lib ketgan Kufada, hozirgi Iroq. Uningdan boshqa buyuklardan Adi ibn Hatim at-Tayi. Bu kishi arablarniki shu Toy qabilasidan. Adi ibn Hatimning dadasi Hatim Tayi degan shu butun dunyoda shu bugungi kunda har qanday bir adabiyot kitoblarida bir sehilikqa misol tamsil olsa, shu odamning dadasi Hatim Tayini oladi. Eng sehi bir mard sifatida bayon qilindi. Bu kishiningki qavm musulmon bo'lgan vaqtda bu kishi Sham tarafga qochib ketgan. Qochib ketib, singlisi Peygamberimizning sifatlarini so'zlab, yenib kel, qaytib kel deb Peygamberimizning eski sifatlarini degandan keyin Shamdan qaytib kelib Peygamberimizning huzurida musulmon bo'lib, o'zining qavmiga aytib bosh olgan. Bu kishining töhfasi zo'r. İslam dunyosida shu Iroq va uning keyin Sham mush diyorlarda ko'p urushlar qatnashgan, o'zining qavmini islomdan yenib ketishdan saqlab qolgan birdan-bir buyuk sahobalarning biri. Ali roziyallohu anhu zamonida bu odam urushda bir ko'zdan ayrilgan. Bu kishi Ali roziyallohu anhuninki yenidilan bo'lib, Ubaydullah ibn Ziyodga qarshi, Muaviyaning askarlariga qarshi tavranmay, Peygamberimizning bu yo'lini qo'g'dab, oxirgi mezgillarda mush Abdullah ibn Zubayrning zamonida Kufada o'lib ketgan bu kishimi. Bundan bo'lak Abdullah ibn Abbas Peygamberimizning jiyani bo'ldi. Abdullah ibn Abbas al-Hashimi, Abdulmuttalibning nevrisi, bu kishi Hijriyaning 3-yil tug'ilgan Madinada. O'zi sahoba, faqih, muhaddis, hafiz, tafsirshunos. Peygamberimizning ko'p hadisini rivoyat qilgan. Tarixchilarning deyishicha 1660 dona hadisni Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan bu kishi rivoyat qilgan ekan. Peygamberimiz bu kishiga ko'p duo qilgan, ilmlik, bilimlik, hikmat bilan gap qildigan kishi bo'lishiga Peygamberimiz duo qilgan. Shu bu Habrul Umma, tarjimonul Qur'on, Qur'onni tarjim qilgan, ummatning eng olimi, butun ummatning olimi deb nom berilgan. Umar ibn Xattobning zamonida yeshining kichikligiga boqmay, Umar ibn Xattobningki davlat maslahatchilikni qilgan bu odam. 4 xalifa davrida shu Misr, Afriq tarafliga, Xuroson tarafliga berib shu urushlar qatnashgan. Demak bu odam ilmda va alamda, ya'ni qalamda va alamda tang yetilgan sahobalarning biri. Abdullah ibn Zubayrning zamonida kelgan vaqtda islom dunyosi nihoyatda siyosiy ixtilofga petib qolganlikdan bu odam ne Marwan ibn Hakamga, ne Abdullah ibn Zubayrga bay'at qilmay, bu odam Toyifga ketgan. Shu mezgilda ko'zi amolab qolgan, ko'zi ko'rulab qolgan. Toyifga chiqib, Toyifda yashab, Hijriyaning 68-yili 71 yoshida Toyifda o'lib ketgan. Hozir Toyifga chiqsak, nihoyat cho'ng bir masjid bor. Shu masjidda Abdullah ibn Abbasning qabrisi bor. Abu Waqid al-Laysi, bu kishining asli ismi Haris ibn Avf. Bu kishimi Peygamber sallallohu alayhi vasallamning büyük sahabelerden Bedir urushiga qatnashgan, Makka fathiga qatnashgan, oxirgi umri shu Makkada yerlashib, shu Makkada dunyodan ketgan. Bu kishimi shu 68-yili, ya'ni Abdullah ibn Zubayrning zamonida o'lib ketgan. Undan boshqa buyuklarimizdan Zayd ibn Khalid al-Juhani, o'zi arablarning dangliq shu Juhani qabilasidan. Bu Juhani qabilasi shu hozirgi Madinaga 200 kilometr yiroqlikda, masalan,
Yembo degan dairli var. Şu Yemboniki etraflarda, şu Rabık tarafında müşahede yaşaydigan çoğun bir kabile. Mekke fethi günse şu Cuhayna kabilesininki bayrakı müşahedemniki kulu deydi. Demek bu adamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında emel tutkan, Resulullah'a davamlıq yardımda bolgan büyük sahabalarning biri. Bu kişi Abdullah ibn Zubayr'ninki zamanında ölüp ketken. Nerede ölüp ketkenligi haqida nayet köp ixtilaflı bo'lapti. Eng muhimi şu Medine'de ölüp ketkenligi haqidagi rivoyatni bekrak güçlendiripti olimlar. Bundan başka büyük allamilerden Ebul Esved Ed-Duali. Bu kişi sahabe emas, tabiillarning eng çoğunlardan. Şu devrdeki katta allame şairlerden. Araplarning eng dahi zekilerden. Bu adam Ali radhiyallahu anhu'niki maslahat berishi orqali Arab til grammatikasiniki asosini yozgan adam bu. Demek tunji bo'lib, masalan, hozirgi Qur'onniki mushu chekitlarini, masalan, pech zavar deymiz yoki ba'ning chekiti, shinning chekiti deymiz. Mushta chekitlarni qo'yishni maslahat bergan, shuningga ulsaga adam bu. Qur'oni Karim burun hozirgidek ba ta degandek bundaq yog'i ikki cheket, tagi ikki cheket, bag bir cheket deb bunda yozilgan emas, faqat shakllanbanda chekitim yo'q. Mushni ba'din tani ayirishni, sindin shinni ayirishni, bu chekit orqali qo'yishni mush adam o'ttirib qo'ygan. Endi bu kishiniki musulmon bo'lganligi haqida Rasululloh o'lib ketishdan burun musulmon bo'lgan, lekin Rasulullohniki qishig'a kelib sahoba bo'lish fursatiga erishamagan. O'zining qavmi bilan yashab, o'ziniki qavmi shu Makkaniki janubi tarafida Dual jamoati degan mush jamoatniki odamlaridan ekan. Payg'ambarimiz o'lib ketgandan so'ng Madinaga kelib, Madinada yashab, şu aralaqda nurg'un olimlardan, sahobalardan hadis o'rganib, oxirgi mezgilda shu 4 xalifaning davrlarida nurg'un urushlar qatnashib, oxirgi hayotda shu umr Ali radhiyallohu anhuga ko'p ixlos qilgan, Ali radhiyallohu anhuning kotibligini qilgan büyük sahobalarning biri. Bu adammo Abdullah ibn Zubayr'ninki zamonida o'lib ketgan. Uningdan boshqa o'lib ketgan mashhurlardan aytib ko'p kitobda ilingan shunchalik. Shunda qilib bugun biz Abdullah ibn Zubayr'ninki hayotiga munosabatlik mazmunlar bilan qisqacha tanishib chiqdik. Alloh xolsa erta biz Abdulmalik ibn Marwan Umayyalarninki Marwan jamoatidan bo'lgan tunji xalifa Abdulmalik ibn Marwanninki hayoti bilan tanishib chiqamiz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.